Şart, sanga yarashar. Aşağıda bir it ishlatsan beni. Seni uyda beton qo'yib berdimmi? Minnat qilm. Hazine. Ha o'la hazine deb o'ylanma. Sen o'yindan ham hazine. Xursand bo'lib ketdim. Mana men yangi uchastkada hazina. Nima bu? Yangi yil qilganmiz. İşim bor meni. Mana shu tug'ilib keyin ketasan. Nima shart qo'ysiz o'zman? Betoningni qo'yib berganmanmi? Kim bezovta qildi meni shu paytda? Kim bezovta qildi? Boy otib yuborgan narsa nima ekan? Bilmayman. O'sha shamchiroq edi. Sen 961-yilda tug'ilgan jinni bezovta qilib qo'yding. Xo'rga tilagingni bajo keltiraman. Amrindaga muntazirman. Jinnisiz. Men jinni emasman. Ushtami? Usta tilagingni bajo keltiraman. Seriously. Agar qiyin bo'lmasa 4 ta qilib berishim mumkin. Hozir ot topaman. Non birinchi ishonishim uchun 4 ta non. Jinnixona bu, nima aytdingmi? Baqirma menga, eshitmay bermading-ku bitga. Men hazillashib aytdim, bularga ishonmasdan. Men jinman haqiqiy, nimaga ishonmaysan? Oka, yerga qattiq tushib ketsa ham sinmaydigan, suvda ishlaydigan, kamera batareyasi full telefondan qilib bering, iltimos. Tinchlargami? Men tushundim seni. Sen Honor X7 deyni so'rashsan. Maza qilib ishlatib yur. Uchinchisiga nima so'radi? Choy so'radi. Hazil. Choy beram. Haqiqiy dumbil bola ekansan. Bu hech narsa qilmaydi, sinmaydi bu. Honor X7 dey bu. Menga mana shunaqa bering tez o'zi. Siz sovuq savol, siz muzdamizda. Choy men hazillashib aytdim, qaydi? Ajr qilmayman, jiddiy odamman. Agar oshamga qilib bermasangiz, siraz mana shu yerga zaglushka bo'lasiz. Sraz ko'katasiz, sheni. No'qmani? No'qma. Ha, bulli mana bulli. Sanga ham hammaga bor, hammaga yetarli. Sheningda agar yomon nazaringiz qochib tashlasa. Hech bir ma'lum bo'lmaydi. Soy un hombre muy honrado porque me gusta lo mejor. A mujeres no me Honor X7 da suv va zarbaga chidamli, qudrat va himoya ramzi.